Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Dark Horse MC va men bugun sizlarga bridging degan narsani o'rgataman. Bu hamma bilgan bo'lsa kerak. Bu bridging degani bu degani ko'prik qurish degani. Bu Minecraftda juda ham kerakli narsa va populyar narsa. Birinchisi bridging. Bunda o'tirib bunday qilib oldingizga blok qo'yib ketaverasiz. Bu Minecraft P'da ham Minecraft Bedrock'da bo'ladi va xohlaganingizcha bunaqa qilib olaverasiz. Ikkinchisi orqa macha no bridgingni birinchisini prosta orqaga qarab shunday qilib yurish. Prosta orqaga qarab olasizlar va yuraverasizlar va uchinchisi tez bridging. Bu tezroq yugurib oldingizga blok qo'yib ketasiz. Yugursa ham bo'ladi va oddiy yursangiz ham bo'ladi. Yugurish tugmasiz. Hop, men ham uncha bilmayman. Qilishni siz o'rganib olasiz, juda ham oson va o'rganish oson bo'ladi. To'rtinchisi bu jump bridging. Bu eng xullas bridginglarni qiroli desa ham bo'ladi, chunki bu juda ham ko'p igroqlar playerlar shu bridgingdan foydalanishadi. Bedwarsda, Skywarsda. Shuningdek, bunda 4 blok orqaga o'tib turib, oldingizga blok qo'yib ketaverasiz yugurib va sakrashingiz ham mumkin. Sakramasdan ham xohlaganingizni qilasiz va mana bu yoqqa 4 blokdan ketaverasiz va bu juda ham oson. Men oson boshlaganman va hozir Bedwarsda ham ko'rishingiz mumkin. Bedwarsga o'tib ham o'yinimni